Assalomu alaykum. Men Karimova Farangiz Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali 2-bosqich talabasiman. Bugun biz sizlar bilan pedagogning shaxsiy sifatlari mavzusini ko'rib chiqamiz. Bugungi mavzumiz quyidagi rejalardan iborat. Birinchi rejamiz pedagog shaxsining jamiyatdagi o'rni va ahamiyati. Ikkinchi rejamiz esa pedagogning shaxsiy fazilatlari tushunchasi va uning mazmuni. Uchinchi reja o'qituvchining axloqiy sifatlari, halollik, adolat va mas'uliyat. Bugungi mavzumizni boshlaymiz. Pedagog tarbiya jarayonining qonuniyatlari, tarkibi va uni tashkil etish mexanizmlarini tadqiq etadi. Tarbiyaviy va o'quv ishlarining mazmuni, tamoyillari, ularni tashkil etish shakl, usul hamda yo'sinlarini belgilab beradi. Pedagog jamiyatning ma'naviy, madaniy va intellektual rivojlanishida asosiy yetakchi kuchlardan biri hisoblanadi. Jamiyat taraqqiyoti bevosita pedagoglarning kasbiy mahorati, shaxsiy fazilatlari va yangicha fikrlash qobiliyatiga bog'liq bo'ladi. Pedagog yosh avlodni ijtimoiy hayotga tayyorlab, ularda mehnatsevarlik, vatanparvarlik, mas'uliyat kabi sifatlarni shakllantiradi. Pedagoglar jamiyatning intellektual salohiyatini belgilovchi asosiy qatlam bo'lgani uchun ularning kasbiy faoliyati, ijtimoiy barqarorlik, taraqqiyot va rivojlanishning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Maktabdagi o'qitish jarayonida ta'lim, tarbiya va ma'lumot o'zaro mustahkam bog'liq ravishda amalga oshiriladi. O'qituvchi qaysi fanni o'qitishidan qat'iy nazar o'sib kelayotgan avlodga fan asoslarini o'rgatadi, bilimlarni bayon qiladi. Pedagogik faoliyat yosh avlodni hayotga, mehnatga tayyorlash uchun xalq, davlat oldida javob beradigan, bolalarga ta'lim-tarbiya berish uchun shug'ullanadigan va bu ishga maxsus tayyorlangan odamlarning mehnat faoliyatidir. Pedagogning shaxsiy fazilatlari bu o'qituvchining kasbiy faoliyatida namoyon bo'ladigan axloqiy, ruhiy, ijtimoiy va kasbiy sifatlar majmui bo'lib, ular ta'lim jarayonining samaradorligini ta'minlaydi. Fazilatlar bir necha guruhlarga bo'linadi. Axloqiy fazilatlar, ijtimoiy psixologik fazilatlar, intellektual fazilatlar, kasbiy pedagogik fazilatlar va kommunikativ fazilatlarga bo'linadi. O'qituvchining eng avvalo mas'uliyatni his etuvchi, tarbiyachi, tajribali notiq, madaniyat va ma'rifat targ'ibotchisidir. O'qituvchi tabiatan o'quvchilarni seva olishi, o'z mehrini, his-tuyg'ularini har lahzada o'quvchilar ichki dunyosi bilan bog'lay olishi, ularga ham mehriga, hurmatiga sazovor bo'lishi kerak. O'qituvchi jamiyat ijtimoiy hayotda ro'y berayotgan o'zgarishlar, olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar mohiyatini chuqur anglab yetishi va ularga xolisona baho berib, bu borada o'quvchilarga to'g'ri, asosli ma'lumotlarni doimiy ravishda bera olishi lozim bo'ladi. Bundan tashqari, zamonaviy o'qituvchining ilm-fan, texnika va axborot-kommunikatsion texnologiyalari yangiliklaridan va yutuqlardan xabardor bo'lib borishini talab etadi. O'qituvchi o'z mutaxassisligi bo'yicha chuqur va puxta bilimlarga ega bo'lishi, barcha fan integratsiyasini o'zlashtirib borishi, bunda o'z ustida tinimsiz ilmiy izlanishlar olib borishi shart bo'ladi. O'qituvchi pedagogika va psixologiya fanlari asoslarini puxta bilishi, o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda ta'lim-tarbiya faoliyatini tashkil etishi kerak. O'qituvchi kasbiy pedagogik faoliyatda ta'lim va tarbiyaning eng samarali, zamonaviy shakl, metod va vositalardan unumli foydalana olish imkoniyatiga ega bo'lmog'i lozim. O'qituvchining ijodkor, ta'lim-tarbiyaviy faoliyat tashabbuskori va yosh avlod kelajagi uchun javobgar shaxsdir. O'qituvchi kasbiy faoliyati jarayonida yuksak darajadagi pedagogik mahorat, kommunikativ layoqati, pedagogik texnika, ya'ni nutq, yuz, qo'l-oyoq va gavda harakatlari, mimika, pantomika kabi qoidalarni chuqur o'zlashtirib borishi shart. O'qituvchining shaxsi ta'lim jarayonining asosiy mezonidir. Uning axloqiy fazilatlari o'quvchilarda nafaqat bilim, balki insoniylik, odob, vatanparvarlik kabi qadriyatlarning shakllanishiga asos bo'ladi. O'qituvchining axloqiy sifatlari ichida halollik, adolat, mas'uliyat eng muhim hisoblanadi. Bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling.